sizlardan kelgan savollarga birma-bir qisqa va lo'nda javob berishga harakat qilaman. Menda aybdorlik hissi juda ham kuchli. Bunday olib qarasa bu savol emas, shunchaki bu ta'kid. Ammo buni savolga aylantirsak endi, menda aybdorlik hissi juda ham kuchli, nima qilsam bo'ladi yoki qanday u bilan kurashsam bo'ladi degan savolga aylanadi. Birinchi navbatda o'zi biz ko'pincha hislarimizda adashamiz. Ehtimol u aybdorlik hissi ham emasdir. Agar oldimda bo'lganingizda sizga savol berardim. O'zi aybdorlik nima degani? Ayb deganda nimani tushunasiz? Bu his sizda qanday o'ylarni yoki qanday kechinmalarni paydo qiladi degan savollarni bergan bo'lardim. Bu savolni mana o'zingizga oling, javob berishga harakat qiling. Endi men aybdorlik hissi haqida bevosita to'xtaladigan bo'lsam, bir hodisa bor. Bu hodisani turli psixologik maktablar turli talqin qiladi. Men shulardan bittasi bilan javob beraman. Aybdorlik hissi bu kimgadir bo'lgan, biz uchun muhim bo'lgan odamga nisbatan jahlimizni chiqara olmaymiz va o'sha jahlimizni o'zimizga qaratamiz. Masalan, otamiz yoki onamiz yoki akamiz yoki opamiz boshqacha bo'lishni istaymiz. U jonimizni og'ritayotgan bo'lishi mumkin. O'zini gapi bilan, xatti-harakati bilan, munosabati bilan. Bizda shunday hodisa bor kallamizda, hurmat degan narsa va biz jahlimizni chiqara olmaymiz. Vaholanki jahlingizni chiqaring degani emas. Lekin jahl bu himoya mexanizmi. Joningiz og'riyotgan bo'lsa, qayerdadir joningiz og'riyotganini bildirsangiz, o'sha odamlar sizga bo'lgan munosabatini yoki xatti-harakatini yoki tilini o'nglashga imkon bergan bo'lasiz. Ammo mumkin emas, bu gap qaytarish va hokazo deb tushunganimiz uchun jahlimiz avtomatik o'zimizga qaratiladi. Men o'zim ahmoq, men o'zim yaxshi tushunmayapman, men tushunsam bo'ladi va hokazo deymizda, borgan sari shu yashirin agressiyamiz yoki jahlimiz o'zimizni ichkaridan kemira boshlaydi. Mana shu kechinmani biz aybdorlik hissi deymiz. Agar shu hozir mening javobimni diqqat bilan tinglasangiz va o'zingizni siz uchun muhim bo'lgan odamlarga bo'lgan munosabatingizni taftish qilsangiz, ana shu jahl manbaini olib tashlasangiz, ehtimol aybdorlik hissi ham o'tib ketar.